Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Putindan SVOni tezroq yakunlash uchun yadroviy qurolni qo'llash taklif qilindi. Shimoliy Koreya Ukrainadagi urushdan hayratlanarli darajada foyda ko'rmoqda. Ukrainadagi urush boshqa davlatlarga ham tarqalmoqda. Tolibon yuzini yopmagan ayollarni qamoqqa olish bilan ogohlantirdi. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Поэтому считаю, что вы, депутаты, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам. Putindan SVOni tezroq yakunlash uchun yadroviy qurolni qo'llash taklif qilindi. 9-iyun kuni Sankt-Peterburg Qonunchilik majlisida Ijtimoiy himoya partiyasi Oliy kengashi prezidiumi a'zosi Viktor Perev Rossiya prezidentiga maxsus harbiy operatsiyani yakunlash maqsadida yadroviy qurol qo'llash imkoniyatini ko'rib chiqishni so'rab murojaat qilish taklifi bilan chiqdi. Chiqishi davomida u maxsus harbiy operatsiyani yakunlash mavzusiga to'xtalmoqchi ekanini aytdi. Perevning so'zlariga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin harbiy operatsiyani boshlashga majbur bo'lgan, biroq hammasi rejalashtirilganidek ketmagan. Menimcha deputatlarimiz Rossiya prezidentiga yadroviy qurolni qo'llashni boshlash haqida iltimosnoma bilan murojaat qilishi va uni Bandera tarafdorlariga qarshi ishlatish kerak, dedi Perev. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qadam tinchlik kelishuv imzolanishini tezlashtirishi mumkin. Rossiyada bunday bayonotlar turli maydonlarda vaqti bilan yangrab turadi. Ammo ular Rossiya rahbariyatining rasmiy pozitsiyasini aks ettirmaydi. Putinning o'zi ham yadroviy quroldan foydalanish ehtimoli haqida bir necha bor ogohlantiruvchi bayonotlar berib keladi. Xususan 2022-yil sentyabr oyida Rossiya hududiy yaxlitligiga tahdid tug'ilsa, bizda mavjud barcha vositalardan foydalanamiz, bu blef emas degan edi. Bu so'zlar yadroviy qurolga ishora sifatida qabul qilingan. 2023-2024-yillarda Putin bir necha bor Rossiyaning yadroviy doktrinasi mavjudligini, yadroviy qurol faqat Rossiyaning mavjudligiga jiddiy xavf tug'ilganda qo'llanishini ta'kidlagan. 2024-yil mart oyida u Rossiya harbiy texnik nuqtai nazardan yadroviy urushga tayyorligini aytgan, ammo Ukrainada yadroviy qurol qo'llash zarurati hozircha paydo bo'lmaganini ham qo'shimcha qilgan. Keyinchalik ham u g'arb davlatlarini Rossiyaga qarshi to'g'ridan-to'g'ri aralashishdan ogohlantirib, Rossiya yadroviy kuchlari doimiy shay holatda ekanini ta'kidlab kelmoqda. Avvalroq Putin Rossiya yil oxirigacha o'zining yangi Sarmat yadroviy raketasini foydalanishga topshirilishini ma'lum qilgan. Shuningdek, u Moskva o'z yadroviy kuchlarini modernizatsiya qilishda davom etishini aytgan. Shimoliy Koreya Ukrainadagi urushdan hayratlanarli darajada foyda ko'rmoqda. Shimoliy Koreya dunyodagi eng hayratlanarli iqtisodiy muvaffaqiyat hikoyasi bo'lishi mumkin. Mamlakat xalqaro sanksiyalar amalda qolayotganiga qaramay, iqtisodiy o'sishga erishmoqda. Bu haqda The Wall Street Journal Shimoliy Koreyaga tashrif buyurishga muvaffaq bo'lgan manbalarga tayanib yozdi. KXDR iqtisodiyotining o'sishiga asosan qurol-yarog' savdosi, shuningdek Xitoydan kelayotgan tovarlar va moliyaviy ko'mak sabab bo'lmoqda. Gazetaning ta'kidlashicha, Pxenyan nafaqat mahsulot eksport qilmoqda va hamkorlardan yordam olmoqda, balki xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tib, ko'proq energiya resurslari, ehtiyot qismlar va turli materiallarni import qilish imkoniyatiga ham ega bo'lmoqda. Nashr shuningdek Shimoliy Koreyaning Rossiya bilan harbiy hamkorligi iqtisodiy faollikning muhim omillaridan biriga aylanganini qayd etadi. KXDR 2022-yilda Rossiyaga qurol yetkazib berayotgani haqidagi xabarlarni bir necha bor rad etgan. Kreml ham bunday ta'minot bo'yicha dalillar yo'qligini bildirgan edi. Biroq 2024-yil noyabr oyida Moskva shahrida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuv chog'ida KXDR tashqi ishlar vaziri Choi Son-hui ilk bor Pxenyan Rossiyaga Ukrainadagi urushda yordam ko'rsatilayotganini rasman tasdiqladi. Rossiya rasmiylari ham Shimoliy Koreya Kursk viloyatini Ukraina kuchlaridan ozod etish operatsiyalariga ko'maklashganini ma'lum qilgan. 2025-yil aprel oyida Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov zarurat tug'ilganda Moskva KXDRga harbiy yordam ko'rsatishga tayyor ekanini bildirgan edi. Oradan bir yil o'tib Pxenyanga tashrif buyurgan Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belausov ikki davlat o'rtasida 2031-yilgacha mo'ljallangan harbiy hamkorlik rejasini imzolashga tayyorlik borligini ma'lum qildi. Ukrainadagi urush boshqa davlatlarga ham tarqalmoqda.
Turkiya tashqi ishlar vaziri rahbari Hakan Fidan Ukrainadagi jangovar harakatlar minalar va avtonom qurilmalar yetib boradigan boshqa hududlarni ham qamrab olayotganidan xavotir bildirdi. Bu haqda u Istanbulda Turkiya, Ozarbayjon va Gruziya tashqi ishlar vazirlarining 10-uch tomonlama uchrashuv yakunlari bo'yicha bergan bayonotida ma'lum qildi. Urush hozir geografik jihatdan kengaymoqda. Biz ko'ryapmizki, urushayotgan tomonlar foydalanadigan qurol-yarog' va o'q-dorilar Boltiqbo'yi mamlakatlarda paydo bo'lmoqda. Biz Ruminiyada nima bo'layotganini ko'ryapmiz. Biz minalar va avtonom qurilmalar Turkiya bo'g'ozlariga yetib borayotganini ko'ryapmiz. Bularning barchasi urush davom etayotganda geografik jihatdan qanday tarqalayotganini yaqqol namoyon etadi, dedi u. Fidan shuningdek Ukrainadagi harbiy harakatlar kontekstida tomonlar hozirda mavjud harbiy munosabatlarni o'zgartirish uchun tobora ko'proq turli nishonlarga zarba berishga intilmoqda degan fikrni ilgari surgan. Maqsadlar infratuzilma bo'yicha deyarli hech qanday cheklovlar qolmadi. Bu urushning halokatli ta'sirini ko'rsatadi, deydi u. Fidan avvalroq Turkiya urush ketayotgan paytda tomonlarning ma'lum jihatlarga nisbatan ehtiyotkor bo'lishini ta'minlaydigan formulalarni taklif qilganini eslatdi. Xabaringiz bor, Turkiya Qora dengiz don bitimi tashabbusi bilan chiqdi. Prezidentimiz bu masalaga katta ahamiyat berdi. Bu kelishuvlar bir muncha vaqt davomida amalga oshirildi va tarixiy muvaffaqiyatga erishdi, deya qo'shimcha qildi Turkiya tashqi idorasi rahbari. Shuningdek, u urushning geografik tarqalishi tufayli Qora dengizda kema qatnovi xavfsizligiga putur yetayotgani, bu esa barchani tashvishga solayotganiga e'tibor qaratdi. Boshqarilmaydigan dronlar, raketalar, nishonlarni tasniflash va aniqlashdagi xatolar fojialarga olib kelishi mumkinligi haqiqat. Shuning uchun baliq ovlash kemalari ham, transport kemalari ham bizning tegishli muassasalarimiz bilan, shu jumladan hududiy suvlarda ham muvofiqlashtirilgan holda harakat qilishi juda muhimdir. Bu hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hukumatimiz bu masalani juda diqqat bilan kuzatib bormoqda, dedi Fidan. Tolibon yuzini yopmagan ayollarni qamoqqa olish bilan ogohlantirdi. Tolibonning Hirot viloyatidagi ezgulikni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish boshqarmasi aholini ogohlantirdi. Unga ko'ra Afg'onistonda oilalar ayollarning munosib kiyinish qoidalariga amal qilishini ta'minlash shart. Aks holda ular hibsga olinishi mumkin. Bu haqda mahalliy manbalar va qo'lga kiritilgan hujjatlarga tayanib Amo TV xabar berdi. Nashr qo'lga kiritgan hujjat nusxasida yozilishicha, erkaklar o'z oilasidagi ayollarning ko'chaga hijobsiz chiqishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Quyidagi holatlarda ayollar Tolibon axloq politsiyasi tomonidan hibsga olinishi va ayollar qamoqxonasiga joylashtirilishi mumkin. Ko'chada ro'molsiz yursa, yuzi ochiq holatda bo'lsa, tor kiyim kiysa, pardoz qilgan bo'lsa. Hujjatda Tolibonning axloq qonuniga tayanilgan. Unda aytilishicha, oiladagi erkak vasiylar ayollarning kiyinish qoidalariga amal qilish uchun bevosita javobgardir. Qoidalarni buzish huquqiy choralarga va ayollarni hibsga olishga sabab bo'ladi. Buyruq talablarni bajarishni va erkak qarindoshlarning mas'uliyatini qat'iy belgilab qo'yadi. Talablarni bajarmaganlar hibsga olinadi va Tolibon sud organlariga topshiriladi. Buyruq Hirotda tarqalgan audioyozuv fonida paydo bo'ldi. Mahalliy manbalarning aytishicha, bu audio Tolibon axloq politsiyasiga tegishli. Unda so'zlagan shaxs ushbu chora mahalliy Tolibon yig'ilishidan keyin qabul qilinganini va 6-iyun kunidan kuchga kirishini aytgan. Shuningdek, audioyozuvda mahalla vakillari va masjid imomlariga yangi choralar haqida aholini xabardor qilish buyurilgan. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, Tolibon axloq politsiyasi so'nggi oylarda Hirotda ayollarning kiyinishini tekshirishni kuchaytirgan. Buning uchun shaharning gavjum joylarida nazorat punktlari tashkil etilgan.